Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. O'zlarimizni chin do'st tutaylik hayvonlarga, chunki cho'pchakda ular ishonar insonlarga. The shining twinkle tears and the brave that never fears. Just look. Мальчики и девочки. Hoy shirintoy bolalar, qo'shiling davramizga. Ertaklarning sururli sirin ochamiz sizga. Just look what fun and Aka-uka Grimm ertaklari. journey to Tailland with a happy band. Золотой Oltin g'oz. Qop juda og'ir ekan-ku. Qo'polligini aytmaysanmi? Oho, ajoyib qishloqqa o'xshaydi. Xo'rozlar ham bugun ancha barvaqt turishdi. Ularni ertalabki qo'quvlarini o'zim eshitdim. Ha, juda soz. Xayolimdan ko'tarilibdi. Uyga suv olib borishim kerak edi-yu, kutib qolishgandir. Omon bo'linglar. Надо же. Voy, mana uni chiroyliligini. Tushunarli. Buni kecha shu yerda qoldirib ketgan ekanman-da. Siz gullar o'g'il bo'ladigan bo'ldi. Yaxshisi, bu gullardan guldasta yasab qo'shnilarga tarqataman. Namuncha hayallamasang. Hovlimizdagi gullar shunaqa ham ochilibdiki, guldasta yasab qo'shnilarga tarqatdim. Nimasi chiroyli ekan? Bor yo'g'i yo'g'i chirmov, ildiz-bildiz bilan yulib tashlash kerak edi. Yo'q, ularga rahmim keldi. Shuning uchun ham ahmoqsan, ahmoqligincha qolasan. Yo'qating tezroq, ye. Frans o'rmonga daraxt kesgani boradi. Sendan esa umidi yo'q. Gapirgan bilan foydasiz. Nima, Frans daraxt kesgani boradimi? Ha, agans, otamning o'rniga endi har kuni men boraman. To'g'ri aytyapti. Meni ikkita azamat o'g'lim bor. Yo'q, to'ng'ichim azamat. Xudoga shukr, men ham dam oladigan bo'ldim. Mana tushliging o'g'lim. Mazali pirog. Eson-omon borib kel. Ehtiyot bo'l. Xo'p, oyijon, men ketdim. Omadingni bersin. Kimdir kelyapti. Ha, yigit. Qayerdan kelib qolding? Ilgari seni hech ham ko'rmagandim. Nima deysan? Sendan bir nima so'ramoqchi edim. Hech narsa bilmayman. Ko'ryapsan-ku, shoshib turibman. Vaqtingni ko'p olmayman. Xaltangdagi noningdan bir bo'lak bersang dedim. Nimalar deyapsan? Axir bu meni tushligim-ku. Ozgina bera qol. Kechadan beri tuz totganim yo'q. Tomog'im qaqrab ketdi. Bera olmayman. O'zim yeyman. Keyin ozgina bera qol. Mendan umid qilmay qo'ya qol. Yaxshisi boshqalardan so'ra. Yo tavba, bu yigitda zarracha ham rahm shafqat yo'q ekan. Shu ham ish bo'ldi-yu, daraxt kesishdan osoni bor ekanmi? Mana ag'anay deyapti. O'zing aybdorsan. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Ha, bolam, ehtiyot bo'lishing kerak edi. Nachora, yana o'zim boraman shekilli. Otajon,
Daraxt kesishga men bora qolay. Nima deding? Buni nimasi kulgili ekan? Daraxt kesishni hamma ham epilavermaydi. Senga kim qo'yibdi? Hatto Frans ham qo'lini kesib oldi. Bu ish seni qo'lingdan kelmaydi. Ehtiyot bo'laman. Birinchi marta daraxt kesishga ketayotganlarni hammasi shunaqa deyishadi. Iye, polaponlar bor ekan-ku. Nobud bo'lishlari mumkin. Voy, yiqilyapman. Voy, Xayriyat. Qutqarib qoldim. Men senga daraxt kes degandim. Kulbani buz demadim. Seni qo'lingda suv olib kelish u supurishdan boshqa ish kelmaydi. Bu gal hammasini qoyil qilaman. Endi buziladigan boshqa kulba yo'q. To'g'ri aytasan, yo'q narsani buzib bo'lmaydi. Dadasi, Mayli, biror joyi qolamoqchi bo'lsa, bora qolsin. Balki shundan keyin aqli kirib qolar. Aqli kirib qolar deysizmi? Hech ishongim kelmayapti. Mana ko'rasizlar. Oyijon, tushligim qani? mana Iye, non qotib qopti-ku. ishtahang zo'ru. Salom. Salom, ha otaxon. Qornim tatalab ketyapti. Kechadan beri tuz totganim yo'q. Qornim och deng. Xohlasangiz birgalashib tamadi qilamiz. Saxiy yigit ekansan. Qotgandan bo'lsa ham mayli. Xaltangni ocha qol. Siz durustroq yegulik yo'q edi-ya. Iye, juda qiziq-u. Bu qanaqasi bo'ldi? Yo tavba. Omading bor ekan. To'g'ri aytasiz. Mazali ekan, ha? Hey, sen nega dasturxonga kelmayapsan? Ola qol. Bilasanmi? Nima? Yaxshi yigit ekansan. Meni mehmon qilganingdan xafa emasmisan? Nimalar deyapsiz? Aksincha xursandman. Men ham senga yaxshilik qilmoqchiman. Qo'ysangizchi. Mayli, omon bo'ling. Sal narida katta daraxt o'syapti. O'shani kessang, ichidan ajoyib bir narsa topasan. Nima ekan, ha? Ey qariya, qayoqqa yo'qolding? Qiziq. Balki tush ko'rayotgandirman. Ey! Yo'q, o'ngim ekan. Yaxshisi, endi ishni boshlashim kerak. Og'zi ochilib qolsa kerak. Iye, bu nima? Yaltirayaptimi? Haligi chol aytgan daraxt shu bo'lsa kerak. Ko'zlarimga ishonmayapman. Qandaydir sir bor. Qochib qol! Yiqitdim. Shunday katta daraxtni bir o'zim yiqitdimmi? Voy, nima bu? G'oz-ku. Chiroyliligini qarang. Qanotlari oltindan ekan. Naqadar go'zal. Qariya to'g'ri aytgan ekan. Endi bu g'ozni
o'zim parvarishlayman. Bitta o'zim. Voy oltin g'oz. Ana uni qaranglar. Ajoyib mo'jiza. Bitta qanotini olsa umringni oxirigacha yetadi. Boyib kelsa yomon bo'lmasdi. To'g'ri aytasan. Hoy yigit, xohlasang bugun biznikida tunab qolishing mumkin. Nega? Hademay qorong'i tushadi. Tunda har yerda qaroqchilar izg'ib yurishadi. Bunaqa boylik bilan ularga duch kelib qolsang bormi? Omon qo'yishmaydi. Shuning uchun biznikida tunab qolishni maslahat beraman. Ammo yonimda pul yo'q-da. Bu yog'ini o'ylamay qo'ya qol. Marhamat. Voy, ovqatni ko'pligini. Shularni hammasi mengami? Albatta senga. Rahmat. Sen ovqatlanguningcha g'ozingga qarab tursak maylimi? Bemalol. Unga ham don beringlar. Dori qo'shilgan suvni ichmasa-chi? Unda bog'lab qo'yamiz. Biroz kutib turaylik, avval uxlasin. Bunaqa mazali ovqatlarni umrimda yemagandim. Agar xurray otishni boshlasa, qattiq uyquga ketgan bo'ladi. Alqon pishig'imi? Tashlama. Qornim to'ydi. Endi uxlasak ham bo'ladi. Ko'zlarim yumilib ketyapti. Tezroq bo'linglar, patlarini yulib olaylik. Qani menga berchi? Voy! Elza, senga nima bo'ldi? Qo'llarim yopishib qoldi. Hazillashma. Yolg'on gapirayotganing shundoqqina bilinib turibdi. Oltin g'ozga bitta o'zing ega bo'lmoqchimisan? Och ko'z, ovora bo'lasan. Hozir ko'radiganingni ko'rasan. Boylikka o'zinglar ega bo'lmoqchimisizlar? Voy, endi nima qilamiz? Qo'lim yopishib qoldi-ku. Voy, qo'ymaringlar. Uni uyg'onishini kutishimizga to'g'ri keladi. Rosa uxlabman-ku, ha? G'oz qani? Balki suv ichgani ketgandir. Kutib turay, kelib qolar. Sizlarga nima bo'ldi, ha? Ahmoqona savollar bergandan ko'ra qo'llarimizni bo'shatishga yordam ber. Qo'llaringga nima bo'ldi? Nima bo'ldi deydi-ya? Yopishib qoldi. G'oziga nimadir surib qo'ygan ekansan. Bo'l, qo'llarimizni bo'shat. Deylik, g'ozimga bir nima surib qo'ydim, lekin sizlarning qo'llaring nega yopishib qoldi? Ha, uxlashim bilan oltin qanotlarini yulib olmoqchi bo'lgansizlar, shundaymi? Yo'q. Xayrli tong, Avliyota. Xayrli tong, Avliyota. Hazratim, kechib qolyapmiz. Qo'lim yopishib qoldi-ku. Avliyota, tinchlikmi? Voy! Nima? Siz ham yopishib qoldingizmi? O'zim ham bilmay qoldim. Bularni bir-biridan ajratish uchun dorixonaga ketayotgandim. Endi sizlar ham birga boradigan bo'ldinglar. Biz kechib qolyapmiz. Ha, kecha qolib bo'ldik. Ay dehqonlar, bizga yordam berib yormaysizlarmi? Bajonidil. Yo'q, yaqinlashmanglar. Sizlar ham yopishib qolasizlar. Nima bo'ldi? Voy, men ham yopishib qoldim. Ogohlantirgan edim-a. Yaxshi ish bo'lmadi. Endi dorixonaga sizlar ham borishlaringga to'g'ri keladi. Dalada kim ishlaydi? Qorong'i tushmay hosilni yig'ishtirib olishimiz kerak. Shoshilmasak bo'lmaydi. Ketdik. Bunaqasi ketmaydi. Turinglar. Baravariga qadam tashlaymiz. 1 2 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Bola, qaranglar. Şu adam Ovozingni o'chir. 2 1 2 1 2 1 Dorixona qayerda? Muyulishda. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Chapga burilinglar. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Qirol hazrati oliylarining buyruqlariga binoan hammangizni saroyga olib ketamiz. Saroyda nima qilamiz? Biz keldik. Ye, Malika-ku. Go'zalligini. Nima bo'ldi? Nega xomushsan? Bu qanaqasi? Orqangga qayt. Buyrug'ingizni bajarishga iloji yo'q. Lekin urinib ko'ramiz. Turinglar. Ey yigit, qani bu yoqqa kecha? Meni chaqirdingizmi, Oliy hazratlari? Xuddi shunday. Qani bizga ham shaharda qilgan hunaringni bir ko'rsatchi. Qanaqa hunar ko'rsatibman? O'zingni jiddiylikka solma. Bizda aniq ma'lumot bor. Nimalar deyapsiz? Bularni bir-biridan ajratish uchun dorixonaga ketayotgandim. Unda qanday qilib yurganingni ko'rsatib ber. Nima? 3 yil avval bir afsungar malikani jodulab qo'ygan. O'shandan beri kulish nimaligini bilmaydi. Voy bechora. Shunday go'zal qiz-a? Uni kuldirish qo'lingdan kelarmikin? Voy. Afsus, menimcha qo'limdan kelmaydi. Biror chora o'ylab top. Malikaning yuzida tabassum bo'lishini istayman. Ha, kulgisiz yashash qiyin. Nima qilsam ekan, ha? Topdim. Hammamiz baravariga raqsga tushamiz. Nima? Raqsga tushamiz. Qo'limizdan kelmaydi. Kimda kim bo'ysunmasa bosh tanasidan judo bo'ladi. Amin. Tayyormisizlar? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 Malika kuldi. Ana xolos. Malikaning yuziga tabassum yugurishi bilan qo'llarimiz ham bo'shadi. Qani, hamma raqsga tushsin. Rahmat senga. O, Malikam. Benihoya xursandman. Yashasin qirolicha! Yashasin Endi qayoqqa borsam ekan, ha? Tumshug'ingni tort. Voy, buncha ham og'ir bo'lmasa.